bir qizimiz 2 marta turmushidan ajralib, turmushi buzilib bo'ldi. Amir oppa, men hayotimga nuqta qo'ydim. Menga faqatgina 3-xotin bo'lishni taklif qilishyapti. Nahot umrim shunaqa o'tib ketadi deb uvillab yig'lagan. Biz Misrga borganmiz. Bir 35 ta ayol bo'lib Misrga borganmiz, maza qilganmiz. O'sha yerda men shunaqa unikal transformatsiyalarga guvoh bo'lganmanki, bir qizimiz 2 marta turmushidan ajralib, turmushi buzilib bo'ldi. Amir oppa, men hayotimga nuqta qo'ydim. Menga faqatgina 3-xotin bo'lishni taklif qilishyapti. Nahot umrim shunaqa o'tib ketadi deb uvillab yig'lagan. O'shanda uni atrofida kechalari bilan o'tirib, ishlab, mak razborlar, meditatsiyalar qilib, shu qiz 2 oydan keyin menga o'zini zaksidan rasm jo'natgan bir turk bolaga, hech qachon uylanmagan yigitga birinchi turmush bo'lib, bu yerdan qaynona qaynotasi, bu yerdan uni ota-onasi zaks. Undan keyin to'yini ham rasmini jo'natgan edi va Turkiyada bo'lgan edi to'yi. Mana bo'lar ekan-ku, ya'ni ishon, hamma narsa bo'lmaydi, o'xshamaydi deganida o'xshaganda. Bu kichkina bitta transformatsion. Atak bunaqa transformatsiyalar dahshat.